Mumkinmi sizlarni? Atiga 2000 so'm evaziga to'xtang. Atiga 2000 so'm evaziga paketning ichida nima borligini bilmasdan turib xarid qilishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? 2000 so'm. Mayli, unda siz to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bormi, chiqadimi yoningizda 2000 so'm? Ha, chiqadi. Bor ekan 2000 so'mlik. Siz to'lovni amalga oshirdingiz va sizga xaridingizni tanib etishdan oldin bitta narsani aytib o'tmasak bo'lmaydi. Ishonch Urgut filialimizda narxlar inqilobi, ya'ni maishiy texnikalarni siz juda ham arzonlashtirilgan narxda aprel oyida xarid qilib ketishingiz mumkin. Paketning ichidagi narsani sizga taqdim etishdan oldin aytib, buning ichida nimalar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Bilmasam endi nima bo'lishi. Nima chiqishidan qat'iy nazar rozi bo'lasiz, lekin Google chiqishi ham mumkin, 1000 so'm chiqishi ham mumkin, hech narsa chiqmasligi ham mumkin. Ko'ramizda qani. Rozimisiz 2000 so'm bergan pulingizga? Xo'p, bunda sizga xaridingizni taqdim etamiz. Bizda mana bunday mashinalar uchun maxsus kamera. Mashinangiz bormi? Yo'q, mashinam. Uyda kimnidir mashinasi bormi? Ha, bor. Bo'ldi, o'shalarga berasiz. Qiymati 550 ming so'm turadi. Zarar qilmaydi, siz 2000 so'mga xarid qildingiz. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xursand bo'ldingizmi? Rahmat, o'zingiz ham rozi bo'ling. Rozimiz biz, mendan ketmayapti. Sog' bo'ling.